bugungi kun va kelajak uchun ham ma'naviy yo'lchi yulduzdir. Shuning uchun bu yo'lchi yulduzda millatning ruhi yashaydi. Alisher Navoiy so'zlari, g'azallari dillarga juda ham chuqur yetib borgan. Bo'lishi mumkin emas, turkiy tilda she'r yozib bo'lmaydi, hattoki gapirib bo'lmaydi degan. Men sizlarga turkiy tilda Hamzani yozib ko'rsataman deganda birinchi o'rtin turkiy tilda Hamzani yozgan inson. Quyidagilardan qaysi biri hamsidek qilmadi? Hayrat ul-Avlod, Farhod Rashidov, Laylo va Majnun, Obishnoma. Yezid Taolo sun'iy naqoshindadir. Tan anga siymoy içinde tosh muzmar ko'ngildan aql va yunus hayratul oyning ichu toshindadir. Demang qaysor azm etding menga. Yo'q ixtiyori axir qazo ilkiga bermishman inoni ixtiyorini. Bir podshoh Majnun Laylani ishqida devona bo'lganidan Laylini ko'rmoqchi bo'ladi va saroy ayollariga shunday marhamat qiladi.